Osh, qani? What the heck? Yo'q, Call of Duty. Nega bu o'yin bunchalar mashhur va nega Call of Duty o'yinidagi Ghost personaji hammaga yoqadi? Ghost o'zi aslida kim? Bugungi videoda mana shunday savollarga javob topamiz. Yo, hamma salom do'stlar, sizlar bilan men Karimov. Choy, pechenya, kofe hammasini tayyorlab olgan bo'lsanglar, demak, boshladik. Do'stlar, agarda sizlarga sifatli prevyular va boshqa dizayn ishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Muhammadillo dizayneriga murojaat qilishingiz mumkin. Bu jigarimiz ko'plab blogerlarga va youtuberlarga sifatli ishlarini taqdim qilib kelmoqda. Ishlarini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli va sifatli, ayniqsa juda ham tez. Aynan shu videoni prevyusini ham shu bola tayyorlab bergan. Ekraningizda chiqqan username'larga murojaat qiling yoki pastda opisiyaniyada silka bor, to'g'ridan-to'g'ri o'ziga yozishingiz mumkin va albatta Telegram kanaliga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'sh, Call of Duty Modern Warfare 2022 bu Modern Warfare trilogiyasining qayta reboot qilingan versiyasi. Eslab qolinglar, bu remaster emas, bu o'yinda hammasi qaytadan ishlangan, syujet, grafika, hammasi. Reboot qilingan o'yinlar ham 3 ta qismga ega. Bugun biz Modern Warfare 2 haqida gaplashamiz, chunki bu eng mashhur seriyalardan biri hisoblanadi. Modern Warfare 2 Activision tarixidagi eng tez muvaffaqiyatga erishgan o'yinlardan biri bo'ldi. O'yin birinchi 3 kun ichida $800 million daromad qildi. Dastlabki 10 kun ichida esa $1 milliard dan oshdi. Bu rekord. YouTube'da, Twitch'da, TikTok'da eng ko'p tomosha qilingan shooter o'yinlardan biriga aylandi. Chiqqan kunining o'zidayoq 100 minglab onlayn o'yinchilar serverga kirishga urindi. Bu ko'rsatkichlar shuni anglatadiki, Modern Warfare 2 zamonaviy FPS shooter o'yinlar orasida eng zo'rlaridan biri. O'yinni sotib olganingizdan so'ng siz onlayn va offlayn kampaniya rejimida o'ynay olasiz. Bugungi videoda ham shu offlayn kampaniya rejimiga ko'proq urg'u berganmiz. Modern Warfare 2022 faqat grafikasi sabab emas, balki u ko'plab texnik va o'yin jarayonlari yangiliklariga ega bo'ldi. What the fuck are you saying, bro? Real harakat fizika, qurollarning fizikasi, yugurish, eshik ochish, suvda harakatlanish barchasi oldinga qaraganda realistik bo'ldi. Dengizdagi janglar, endi siz dengizda ham, suvda ham jang qilishingiz mumkin. O'q suvda sekinlashadi. Bu haqiqiy fizika ishlaydi. Yangilangan qurol tizimi, qurollarni sozlash, taqsimlash, bir nechta konfiguratsiya qilish hammasi qayta ishlangan. AI yanada yaxshilangan. Botlar endi yanada aqlli va chaqqon bo'ldi. Grafika 2022-yil darajasiga o'ta realistik. Yuz terisi, kiyimlar detallari, soyalar, o'q zarbi barchasi maksimal sifatda tayyorlangan. O'yinning katsenalarini sizlar ko'rganinglarda xuddi kino ko'ryapmanmi degan xayol bo'ladi, chunki bu o'ta prosta o'ynab ko'ringlar. Endi esa o'yindagi asosiy qahramonlar haqida ma'lumot. Kapitan John Price. Ismi John Price, millati Buyuk Britaniyalik, darajasi esa kapitan. Yoshi taxminan 35 yoshda, 2022-yilga hisobiga. U Task Force Bruce 41 jamoasining boshlig'i, strategik va tajribali komandir. O'yindagi roli jiddiy operatsiyalarni boshqaradi. Xullas, bratga vasha gap yo'q, men u bratni muxlisaman, sizlar ko'rib o'ynasanglar, yanada muxlis bo'lib qolasizlar. Soap, ismi John McTavish, laqabi esa Soap. Millati Buyuk Britaniyalik, darajasi esa serjant. Yosh taxminan 2022-yil hisobiga 25 yoshda. Jasur va tez harakat qiladigan askar, strategik va texnik jihatdan mahoratli hisoblanadi. O'yindagi roli SAS a'zosi, keyin esa Task Force Bruce 41 da ishlashni boshlaydi. Strategik operatsiyalarda muhim rol o'ynaydi. Ismi Kyle Garrick, laqabi esa Gaz, millati Buyuk Britaniyalik, darajasi serjant. Yoshi taxminan 2022-yil hisobiga 32 yoshda. Gaz kapitan Price'ning sodiq yordamchisi, tajribali SAS askari, o'yindagi roli Task Force Bruce 41 a'zosi. Va nihoyat sizlar kutgan o'sha Ghost personaji. Ismi Simon Rally, laqabi esa Ghost, millati Buyuk Britaniyalik, darajasi leytenant. Yoshi taxminan 25-30 atrofida, aniq emas do'stlar bu. Xarakteri sirli, sovuqqon va taktik jihatdan juda kuchli askar. Yuzini skelet niqobi bilan yashiradi. O'yindagi roli esa Task Force Bruce 41 jamoasining muhim a'zolaridan biri. Xavfli missiyalar va operatsiyalarda juda ham ko'p yordam bergan asosiy personajlardan biri. Va nihoyat o'sha savol, nega Ghost'ni hamma yaxshi ko'radi va nega mashhur, nega hurmat qiladi? Ghost tepada gapirilgandek juda xavfli missiyalarda aqlli va aktiv harakat qilgani uchun ko'pchilikka yoqqan. Shaxsan menga ham. Uni ayniqsa juda ham ko'p mashhur frazalari, gaplari, g'alati savollarga chiroyli javoblari juda ham ko'p mashhurlikka erishgan. Masalan, men kafedaman. Menga choy sotib ol. Yaramas britaniyaliklar. Sen qarzorsan. Qanaqasiga? Seni muammoingni hal qilaman. Qanday muammoyim bor ekan? Maska. Uni yech. Yuzimni ko'rsatamanmi? Xasir. Hech qachon.
Shunchalik xunukmisan? Yo'q, aksincha. Bunday deb o'ylamayman. Ko'rganinglardek bunaqa frazalardan do'stlar o'yin davomida juda ham ko'p uchraydi. Bu qiziq gaplarni albatta Ghost muxlislari yaxshi ko'radi. Sizlar ham unga muxlis bo'lib qolasizlar degan umiddaman. Endi esa sizlarga bu o'yinni qanday konfiguratsiyalarda o'ynashingiz mumkin ekanligini aytib beraman. Diqqat bilan o'tirib eshitinglar. Ekraningizda ko'rsatilgan bu rasmdagi konfiguratsiyada siz 45-40 FPS da past sozlamalarda va HD sifatida o'ynasangiz bo'ladi. Bu sozlamalar juda to'g'ri past bo'lishi mumkin, lekin sizga bemalol syujetni o'tib olgani yetadi. Agar syujet ixlosmandlari bo'lsa, bu kompyuterni olishingiz mumkin, lekin tavsiya bermayman. Tavsiya berib qo'ydim-ku. Mayli. Agar yuqori sozlamalarda 60-70 FPS da o'ynamoqchi bo'lsanglar, mana shu ekranlardagi konfiguratsiya sinalgan, xuddi shu konfiguratsiyada o'zim o'ynab ko'rganman. Bemalol o'ynasa bo'ladigan konfiguratsiya. Faqat o'yinni SSD ga o'rnatishni unutmanglar. O'yinni qaydan olaman degan savolga do'stlar, o'yinni bemalol Steam platformasidan sotib olib o'ynasanglar bo'ladi. Agar tekinga o'ynamoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimda qanday qilib yuklash haqida video yozib tashab qo'ygan bo'laman do'stlar. Bu video chiqqunicha, shu uchun ham o'tib obuna bo'linglar. Bo'ldimi, motivatsiya oladi do'stlar shu. Chivardir gapirishda ham o'mi. Bunday kompyuterlarni mana shunday do'kondan sotib olishingiz mumkin degan bo'lardik, lekin bizda reklama yo'q, shu uchun ham davom etamiz. Sizlarga hozir syujet haqida qisqacha ma'lumot beraman. Boshini faqat ozgina spoiler bo'lishi mumkin, lekin qolgani juda ham qiziq bo'lib ketadi demay boshladik. Demak, o'yin syujeti haqida qisqacha. Bu qismda kapitan Price o'z jamoasi Task Force 141 ni yig'ishni boshlaydi. Jamoada Gaz, biz o'ynaydigan personaj Soap va Ghost bo'ladi va kapitanning o'zi. Va keyinchalik Rodolfo bilan Alejandro qo'shiladi do'stlar. Bu personajni o'yin davomida o'zingizlar tanib olasizlar. O'yin eronlik generalning o'ldirilishi bilan boshlanadi. Uni yo'q qilish uchun amerikaliklar Hellfire raketasidan foydalanishadi. Raketani bazasiga to'g'ri uchib borilib portlatadi. Bu badabum xullas. Lekin bundan xavfliroq personaj aslida boshqa edi, ya'ni Hasan Ziyani. Eslatib o'taman, bu o'yindagi hamma personajlar o'ylab topilgan to'qima qahramonlar. U AQShga zarba berish uchun Rossiyadan ishlab chiqarilgan plastik raketalarga ega bo'lishni boshlaydi. CIA direktori Laswell bu tahdidni to'xtatish uchun Task Force 141 ni ishga soladi. Task Force 141 dan Hassanni izlash uchun esa Ghost va Soapni birga tungi reydda Hassanni ortidan yuborishadi. Ammo u qochib ketadi. Tekshiruv davomida ular AQShga qarshi yo'naltirilgan raketa borligini ko'rishadi do'stlar. Bu esa AQSh uchun signal. Mana shu yerda o'yin haqiqiy boshlanadi. Bundan buyog'iga sizlar ham o'yinning ichiga kirib ketasizlar. Ish qilib ertalabki 8 dan kechqurungi 12 gacha tinmay o'ynab qo'ymasanglar bo'ldi. Ular shunaqa gaplar, agar o'yinni qolgan voqealarni aytib qo'yganimda o'yinni qizig'i qolmagan bo'lishi mumkin edi. Agar sizlar xohlasanglar, do'stlar, o'yinning o'sha mashhur kadrlarini, qisqacha 5-10 minutlik daqiqalarini o'zbek tiliga tarjima qilib YouTube ga qo'yishim mumkin, maza qilib ko'rishinglar ham mumkin do'stlar. Buni kommentariyada yozib ketinglar, go desanglar, bosamiz, no desanglar, pasho. Xullas, bugungi videomiz shu Call of Duty haqida edi. Bu videoni ham o'zimga yoqqan uchun tayyorladim. Kommentariyada yozinglar, qanaqa bo'ldi, yoqdimi, yoqqan bo'lsa, shunaqa gaming yo'nalishda ham davom etamiz. Kommentariyada yozinglar yana bir bor, qanaqa o'yin haqida video qilaylik yoki qanaqa animelarni tahlil qilaylik, hammasini bosib o'ramiz do'stlar. Hammaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.